Assalomu alaykum, qadrli Agri Farg'ona kanali obunachilari, aka-ukalar, hurmatli dehqonlar, uzumga qiziquvchilar va uzum shaydolari. Bugun 11-oktyabr sanasi 2025-yil o'zimizda xonadondamiz. Sizlarga uzum saqlash bo'yicha bugun xudo xolisa yaxshigina ma'lumotlar aytib o'taman. Qiziqarli bo'lsa videoni oxirigacha ko'ringlar va albatta like bosib qo'yasizlar. Ma'lumotlar yoqsa, albatta foydali bo'lsa. Va o'zlarining fikrlarini kommentariyada qoldirib, do'stlarga ulashib qo'yasizlar Telegram gruppalarga. Uzum saqlash bo'yicha YouTube tarmog'ida keraklicha ma'lumotlar, video materiallar bor va shu ma'lumotlar asosida har yili uzum saqlasangiz bo'ladi. Agar o'zingiz uyingizda uzum bo'lsa yoki birorta bog'ni uzumini sotib olib o'zingiz saqlasangiz bo'ladi. Uzum qanaqa holatda saqlanadi? Asosan 3 xil tartibda saqlanadi. Shu bizda Farg'onada shunaqa tartib saqlanadi. Ya'ni birinchisi quruq holatda. Yashikka, ya'ni sotgani qanaqa uzilgan bo'lsa, xuddi shunaqa uziladi mana. Yashikka uziladi, yashikka teriladi va quruq holat saqlanadi. Bunda bandi quriydi. Mana rasmlarini sizlarga qo'yib ketaman. Kerakli rasmlarni olib, bandi qurib ketadi, lekin uzum toza bo'lsa, kasallik yo'q bo'lsa va siyrak qo'yib, shamollatish ishlari yaxshi olib borilsa, uzumni donalari shirali holatda, yaxshi holatda saqlasa bo'ladi. Lekin bunda bandi qurib ketadi. Bunda uzoq vaqt saqlab bo'lmaydi. 2-3 oy uzoq saqlasa bo'ladi. Keyin baribir uzumda so'lish kuzatiladi. Lekin bunda shirasi o'zgarmaydi. Ba'zi bir hollarda uzumda shirasi kuchayadi ham deb aytishadi. Keyingisi asosan eksportga katta ob'yomda xolodilnikka, ya'ni muzlatgichlarda saqlash. Ya'ni unda vakuum xalafanlarda vakuum salafan qo'yiladi va uzumlar siyrakroq qilib joylanib va qo'yiladi. Muzlatgichda 1 kun 2 kun yaxshilab sovigandan keyin, lekin uzum juda ham toza holatda bo'lishi kerak, kasallik tushmagan, sifatli uzum bo'lishi kerak va ustiga pampers deyiladi. O'zini maxsus dorisi bor, ichidagi namlikni tortib, har xil kasalliklarni o'ziga yutib turadigan, shimib turadigan dori deyiladi. O'sha dorisi qo'yiladi. Ko'pincha Hindistondagi yoki Turkiyaniki ishlatiladi. O'sha dori qo'yiladi va vakuum qilib salafanni, ya'ni yopib, vakuum holatda xolodilnikda saqlanadi. Xolodilnikda ham bemalol 4-5 oy saqlasa bo'ladi sifatli holatda. Juda ham nima deydi, bandi qurib qolmaydi, lekin bandi sal so'lishi mumkin. O'ta ham so'lib ketmaydi. Uzumni qanaqa yetishtirilganiga albatta bog'liq. Va bemalol bozor talabiga qarab xolodilnikdan olib, bemalol qishki paytda va hatto erta bahorgi paytlarda ham saqlama uzumdan sotish mumkin. Va eng zo'r usullaridan bittasi, uy sharoitida bemalol qilsa bo'ladi, bu bakalashka usuli. Nimaga bakalashka deyiladi? Oldin mana shu stakanlarda o'rniga bakalashkalar kesib qo'yilgan, ya'ni uzumni shoxi bilan kesiladi va shu shoxi shu suvga botirib qo'yiladi. Bu usulda asosiy mohiyatini sizlarga tushuntirib o'taman. Video sal cho'ziladi, ya'ni ma'lumotlar ko'p. Shu bakalashka kesib qo'yilgani uchun, ya'ni yarim litrli bakalashkalar tagiga kesib shuna qo'yilgani uchun bakalashka usuli deb nom olgan xalqimiz orasida. Oltiarda keng tarqalgan, mana Qo'shtepa tumanida, Marg'ilonda, xullas Farg'onada juda ham ko'p shunaqa bakalashka usulida uzum saqlash. Ayniqsa Oltiarda juda ham ko'p. Yil 12 oy sal xato bo'ladi, to may oyigacha shu bakalashka usulida saqlangan uzumlar svejiy holatda, ya'ni mana kuzda, yozda qanaqa holatda bo'lsa, xuddi shunaqa holatda bozorlarga, xalqimiz dasturxoniga yetkazib bersa bo'ladi. Bu eng samarali usullardan bittasi, uzumni tabiiy holatda saqlash uchun. Xo'p, buni asosiy mohiyati nima? Mana uzumni tanasi yerdan oziqa moddalarini oladi, bargda qayta ishlanib, keyin bargdan oziqa butun tanaga tarqaladi va shu qatori uzumni mevasiga ham shu band orqali suv va unda erigan oziq moddalar keladi. Shu orqali uzum mevasi shirin bo'ladi, o'ziga oziqa moddalarni yig'adi. Mana shu shoxini kesib oldim. Buni mohiyati nimada? Xo'p, saqlashni vaqti mana hozir oktyabr oyining boshidan, sentyabr oxiridan boshlanadi buni uzib qo'yish va 20-oktyabrgacha havoga qarab davom etadi. Ya'ni asosiy bitta masala uzumni tokda amali to'xtab qolmasligi kerak. Mana hali amali to'xtamagan, lekin barglari o'zi qizarib, sarg'ayib, qishga qarab tayyorlanishni boshlagan. Amal to'xtamasligi kerak, chunki uzum tanasidan kelayotgan shu sirkulyatsiya bo'layotgan, aylanib yurgan suyuqlik, suv to'xtab qolmasligi. Agar to'xtab qolsa, bu uzum turmaydi. Ya'ni asosiy mohiyati, mana shoxini kesib oldim. Mana bu taraf ildizidan keladigan taraf, bu taraf, mana 3 tarafi, ya'ni uzumga keladigan taraf tushunsak, mana shu shoxni o'rtasi, mana po'kat qismini ko'ryapsizlar, o'zak deyiladi. Shu o'zak qismidan
daraxtda, hamma daraxtda ham shunaqa. Daraxt ildizdan oziq moddalar o'zak qismi orqali tepaga ko'tariladi. Mana shu po'kak qismi orqali keyinchalik po'kak bo'lib qoladi va barglarda qayta ishlanib, undan keyin oziq moddalar shu bargdan yana orqaga yuradi va mana ko'm-ko'k bo'lib turgan qismi bor. O'tkazuvchi to'qima deyiladi nimada? Daraxt to'qimasida. Shu joydan mevaga, bargga, ildizga, uzumni tanasiga hamma joyga tarqaladi. Mana shu qonuniyatni sun'iy ravishda davom ettirishlik, ya'ni uzumni mevasini aldash hisoblanadi. Mana shu tarafdan oziqqa kelib, mana suv kelib barglarga chiqadi va nimaga? Uzumga yana qaytib tushadi. Shu qonuniyatni suvga o'tkazib qo'yish kerak. Mana shu joyda mana kesiladi, ya'ni suvga botiriladigan tarafi kattaroq qilib kesiladi, mana. Yoki mana bu boshi bo'lsa, bu ikkitalik uzum ekan, sal uzunroq qilib kesiladi. Tepa tarafi sal kaltaroq qilib kesiladi. Sizlarga hozir kesib ko'rsatamiz va suvga botirib qo'yiladi. Bu yerda asosiy nozik tarafi, asosiy e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar, uzum toza bo'lishi kerak. Mana ko'ryapsizlar, uzumning sifati yaxshi, lekin o'ta zo'r emas. Endi bu o'zimizga oilada yeyish uchun va sizlarga ko'rsatib tajriba qilib berish uchun shu uzumni o'rab qo'yganmiz. O'ta ham toza emas, lekin yomon holatda emas. Saqlasa bo'ladi bemalol. Ko'ramiz endi qancha oy turar ekan. Uzum sifatli bo'lishi kerak, ya'ni kasallik tushmagan bo'lishi kerak, bandlar toza bo'lishi kerak. Mana shu yog'ochdagi mana mayda kanallar bor. Sizlarga hozir ko'rsatay, yaqinlashtirib agar. Mana ko'ryapsizlar, ana chiziq. Shu mayda suv kanallar bor. Shu suv kanallari mana mayda tekischalar bor. O'sha kanallardan emas, kesmas. O'sha kanallar uzumni bandi orqali ham davom etib, har bitta uzumni donasigacha ketadi. Har bitta donasigacha borib, oziq modda, xuddi odamda qon tomiri bo'lsa, bularda ham xuddi shunaqa tomir bo'ladi. Ya'ni mayda suv kanallar bo'ladi. Shu kanallar orqali suyuqlik keladi, ya'ni suv kelib mevani kattalashtiradi. Buni qonuniyati. Uzumni uzib olganda juda ham ehtiyotkor bo'lish kerak. Mana hozir havo salqinlab qoldi, ya'ni sovuq tushganda uzumlar kasirlab qoladi, ancha bandlari mo'rt bo'lib qoladi, ya'ni tsir bo'lib, tez sinuvchan bo'lib qoladi moyil. Shuning uchun juda ham ehtiyot qilish kerak va ortiqcha qimirlatmasdan, uzumni ehtiyotkorlik bilan, mana shu holatda ehtiyotkorlik bilan olib qimirlatmasdan qo'yish kerak. Sizlarga hozir ko'rsatib beraman qo'ldan kelgancha va o'shanda uzum mana mevasi dehqoncha aytganda sezmay qolish kerak. Buni suvga solingandan keyin xuddi daraxtda turgandek o'zini his qilish kerak, shu holatda keyin turaveradi. Ya'ni biz solgan suvimizni shu tarafidan, ya'ni suyuqlik shimadigan tarafini solib qo'yamiz, shu tarafdan suvni shimib o'ziga namlikni olib turib beradi. To may oyigacha shunaqa qilib saqlashadi dehqonlarimiz. Va buni bitta minus tarafi, borgan sari qancha uzoq saqlansa uzumning shirasi kamayadi. Chunki oddiy suvni nima qiladi? O'ziga tortadi, oddiy suv va ichidagi shirasi oz-moz yuviladi, ya'ni shirinligi kamayadi. Buning uchun nima kerak? Mana oddiy yashik, bu 60lik yashik deyiladi. Mana juda ham ingichka bo'ladi, ya'ni havo aylanishi yaxshi bo'lishligi uchun baland qilinmaydi. Qo'yilgan uzumlardan havo aylanishi yaxshi bo'lishi kerak. Qog'ozni mana teshigidan qo'yilib, ya'ni taglaridan ham havo kirib turishligi uchun, ya'ni dimlanib qolsa kasallik ko'payadi va chirish hosil bo'ladi. Oddiy одноразовый stakan, ichiga oddiy suv, hech qanaqa shakarli suv yoki asal, har xil narsalar yoki glyukoza, ba'zilar aptekadan glyukoza olib tomizib qo'yar ekan. Yo'q, faqat oddiy suv qo'yiladi va tamom. Iloji bo'lsa suv yengil bo'lishi kerak, ya'ni ba'zi joylarda zax suvlar chiqadi, ya'ni og'ir suv deyshadi. Unaqa zax og'ir suv emas, yengil ichadigan shirin suvlar bo'ladi-ku, yutimi yengil bo'lgan. Shunaqa toza suv quyilsa bo'ldi. Hozir ozroq quyganmiz, keyin ko'paytirib qo'yamiz. Va yostiqchalar oddiy qog'ozdan yasalgan, mana ichiga qarab buklangan oddiy mana yostiqchalar uzum qo'yilganda mana mazza bo'ladi. Oddiy podushka mana. Sizlarga hozir ko'rsatamiz. Mana varankalab qo'yganmiz. Avgust oyini boshiga o'rtalarida varankalaganman mana. Uzum endi pishayotgan mahalda varankalab qo'yiladi mana. Chiroyli holatda shoxlarni olib tashlaymiz. Mana bu tarafi suvga botiriladigan taraf, bu taraf yuqori turgan taraf. Bu tarafdan kaltaroq kesamiz mana ehtiyotkorlik bilan. Bu tarafdan sal uzunroq kesiladi. Ya'ni suvga botirish oson bo'lishligi uchun. Ikkinchi boshimiz urinib ketmasmikin? Bu ikki boshli uzum ekan. Bismillah. Yaxshi urinmadi mana. Qimirlatmaymiz, chunki sal qimirlatilsa mana. Sal qimirlatilsa, mana ichki kanallari nimalar uzilib qolsa, shu bo'yi o'sha yerda chirish hosil bo'ladi. Xuddi odamda ham qon tomirlariga tiqilib qolsa, qon o'tmasa, ya'ni oziqa qon bilan bormasa,
chiriydi. Masalan, sahrli diabet bo'lgan odamlarni ko'rgansizlar, oyoq qo'lida har xil gangrenos holatlar bo'lgan, ya'ni tomirlar o'tkazuvchanligi pasaysa chiriydi. Xuddi shu narsa mana bunda ham ishlaydi qonli. Mana bu tarafini endi ehtiyotkorlik bilan olib kelib yaqinroq ko'rsatdim. To'g'risi men uzum saqlab ko'rmaganman. Shu birinchi marta mana shoxi bilan uzib hayotimda sizlar uchun qo'yib beryapman. Qani bismillah. Ehtiyot bo'lamiz. Xo'p, mana mo'ljallaymiz. Mana bu tarafi. Qo'lim kemasligi tabiiy. Xo'p, padushka tagida qolishi kerak. Uzumni yelkasiga mana tushishi kerak. Qasiya qo'yib olaylik. O'rnashar ekan. Mana. Buni ham ehtiyotkorlik bilan qilish kerak. Uzumni o'rnashtiramiz. Va mana past tarafini suvga solib qo'yamiz. Bo'ldi mana. O'rnashdi mana. Yiqilib ketmaydi. Shu holat turaveradi. Uzumni mana dehqonchasiga aldayapmiz. Ya'ni suv ketyapti. Bu tirik holatda xudo xolisa turaveradi mana. Bo'ldi. Endi katta boshlar bitta nimaga 3 ta boshgacha, ya'ni bitta yashikka o'zi ko'pi bilan 6 bosh uzum tushadi. Agar kattaroq bo'lsa 2 boshdan bo'lishi ham mumkin. Biz 2 boshli qilmoqchimiz. Shuning uchun mana keyingisini uzamiz. Bo'ldi. E'tibor beringlar. Bergin menga. Mana. Bunaqa mana changlari, har xil islari bilan ham turibdi, svejiy holatda. Endi shira tushgan oz-moz. Uzumning sifati o'ta zo'r emas, lekin o'ta xafa ham emas. Mana. Uzmasdan olish. Hop, keyingisini. Mana ikkinchi boshini olaylik. Orasida oz-moz chiriklari bor ekan. Mana sizlarga ko'rsataman. Oz-moz chiriklari bor ekan. Mana uzunroq uzamiz. Agar kalta uzib qo'ysangiz, suvga botira olmay qolasiz. Qaychiqan qora qaychi. Hop, uzumni shu bo'g'inidan tushirib olsangiz yaxshi turadi. Chiriklari bor ekan bitta ikkita. Olib tashlaymiz. Endi bu chirikli uzum o'zi aslida bakalashga qo'yilmaydi, dehqonlar qo'yishmaydi. Endi biz ham tajriba uchun, ham o'zimiz sotish uchun emas, o'zimiz yeyish uchun bo'lgani uchun tozalab qo'yaveramiz. Mana. Holatda ham chirigi bor ekan, mana shu shingilni qo'lni uzib yuborar ekanman. Ketdi. Mana shingil chirigan ekan, qo'lni uzib yuboramiz. Oz-moz shira va kamstok tushgan. Mana ko'rsat. Mana yorug'di. Oz-moz mana shira, mana kamstok qurtlari ham mana tushgan. Lekin bunaqa holatda uzumni hani saqlash uchun, daromad uchun qo'yilmaydi. Endi biz qo'yib ko'ramiz. Mana bu yerda bitta ikkita so'laganlari bor ekan mana. Mana so'lagan, bujmayib qolgan. Shularni ham qaychilab tashlaymiz. Bir qator qaraladi baribir. Keyinchalik ham qaychilab turiladi. Bitta ikkita chirik bo'lishi mumkin. Qaychilab turiladi mana. Ishlari polni tozalandi. Endi buni o'rnashtiramiz. Okey. E'tibor beringlar, mana ichida shira kamstok tushgan. Endi havo sovisa, o'zi sekin bilan o'zi o'laman bo'lgan o'zi mana qurtlar. Buni ham sekin astalik bilan suvga solib qo'yamiz. Ana bo'ldi. Videoni uzmadik. Tartibi qisqacha shunaqa. Mana. Uzum o'ta ham toza bo'lishi kerak, o'shanda yaxshi sifatli holatda bo'ladi mana. Va uzum o'rta mineral o'g'itlar ko'p bermagan, hamma narsa me'yorida bo'lgan zo'r sifatli uzum bo'lishi kerak. O'shanda yaxshi turadi. Bu tarafiga mana ikkita padoshka qo'yib, bu tarafga ham
kichikroq boshlarda joylaymiz. Bu Husayn uzumi, Ketmon sopi, boshqa uzumlardan ham bor, ulardan ham saqlab ko'ramiz. Xo'p, azizlar, bu qanaqa xonaga qo'yiladi? Poltaxtali o'zimiz oddiy xonaga, ya'ni oddiy uyga qo'ysa bo'ladi bemalol. Uy sharoitida saqlash mumkin. Atrof qorong'i qilinadi, ya'ni qorong'i xonada saqlanadi. Qorong'i xona qulay, derazalar yopiladi, eshiklariga o'sha adyollar yoki to'shaklar yopib qo'yishadi qishloq joylarda. Hozirgi paytda ertalab havo salqin bo'lganda bir marta havo beriladi, ya'ni eshik ochiladi, xonani havosi alishtiriladi va yana yopib qo'yiladi. Ya'ni qorong'i muhitda turaveradi. Vaqti bilan suv kamayadi, suv quyib turiladi va chiriklari hosil bo'lsa, ular olib turiladi. Va qishki paytda havo minus bo'lib ketgan paytlarda kunduzi ochilmaydi. Masalan, obedda soat 12-1larda agar plyusga o'tsa gradus, o'shanda ochib havo berish mumkin. O'sha xona haroratida bemalol turaveradi. O'rtacha harorat shu 5, 6, 7 gradusgacha bemalol uzumlar yaxshi holatda turaveradi. Muhimi minusga tushib qolmasligi kerak. Minusga tushib qolsa, suv muzlab qoladi va uzum sifati ham buziladi. Shunda ehtiyot bo'lish kerak. Shunaqa ma'lumotlar bu videoni ko'rgan agar mirishkor dehqonlar bo'lsa, bu sohada tajribasi ko'p insonlar bo'lsa, o'zlaringni yana asosiy fikr mulohazalarni kommentariyada qoldiringlar. Yangi saqlayman deganlarga, qiziquvchilarga albatta foydali bo'ladi. Sizlardagi bilim uzoqroq vaqt yashaydi va albatta sizlarga ham manfaatli bo'ladi. Bilgan ma'lumotlarimizni aytdik. Oddiy suv quyiladi, unaqa har xil eritmali nimalar quyilmaydi. Faqat shu uzumdagi bo'layotgan tabiiy jarayonni yashikka, nimaga biz sun'iy ravishda davom ettirishga harakat qilamiz. Vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Akalar, shuni bilinglar, hozirgi paytdagi mirishkor dehqonlarimizdan uzoq yillardan beri uzumchilik bilan shug'ullanib, uzumlarni zo'r saqlab, zo'r parvarish qilayotgan insonlar ham boshida baribir bilmagan, asta-sekinlik bilan yillar davomida oz-ozdan o'rganib, ishini takomillashtirib, mukammallashtirishga harakat qilib kelayotgan insonlar. Shuning uchun hech kim bilib tug'ilmagan, hamma shu hayotda yashab o'rganadi. Mana biz boshladik, xudo xolasa o'rganamiz va keyingiligi kamchiliklarni bartaraf qilib, ko'proq, masalan, hozir bir 50-60 kilo saqlaganni o'zim o'rab qo'yganman, ularni saqlaymizda, kamchiligini ko'rib, undan keyingiligi masalan 200 kilo saqlashimiz mumkin. Undan keyingiligi masalan 500 kilo, 1 tonna, 2 tonna ko'paytirsa bo'ladi. Faqat oz-ozdan sabr-toqat bilan bu narsaga erishsa bo'ladi. Shuning uchun hech ham ikkilanmasdan mana saqlab ko'ring, o'zingiz qilib ko'ring. O'shanda o'zingiz tabiiy ravishda amalda qilib o'rganganingiz tezroq bo'ladi. Ya'ni so'rab, surishtirib, buni qilmasdan yurgandan ko'ra ma'lumotlarni yaxshilab o'rganib, buni boshlash kerak, ko'rish kerak. O'shanda tezroq o'rganib, oilasiga daromad keltirish mumkin. Salomat bo'linglar, bitta like bosib qo'yinglar, sog' bo'linglar.